egizaklarni kelin qilaman deb sira ham o'ylamagandim. Bularni endi qanday ajrata olaman? Bu nima qilganingiz? Sanam. Men Zuhraman qaynaka. Men senga ko'ylagim yuvib qo'y degandim-ku, ishga nima kiyib boraman endi? U Bahona kerak emas, ushlaman buni. Xo'p, Zuhraga berib qo'yaman. Ha, Zuhra. Voy, qo'yib oling, nima mahmosiz-da? Yursa ichida qa. Ha, mujik. Qanaqa odamsiz, qo'yib oling. Bu senga. Faqat anu siyning ko'rmasini xo'p, menga ham olib bering deb ukamga ko'zini siyligini oqizadi. Men Nima demoqchisan? yana Fatima bilan adashtirdingiz-da. Nima? Akam shuni qildimi? Ha. Yuzingga ko'ylagini otdi? Javoshur o'ribdi lekin. Hozir men uni gaping bormidi? Ha? Mashinangizni berib turing. Ha, o'g'illarimdan xafa bo'lmanglar. Ha, o'zlaring ham ikki xil kiyinib yursalaring bo'lardi-ku. Bo'lmaydi-da. Oyim ikkalamizni xafa bo'lmasin deb bir xil kiyim qilganlar. Ha, yaxshiroq kiyim qiling, qaynonanglar sasimasin deganlar-da. Nima? Voy. Voy, qaysi bir endi bu odam cho'chib ham qoldi. Anaqa siz Zuhramisiz? Ko'rdingiz? Menga e'tiborli emassiz. O'zingiz xotiningizni ham tanimaysiz.